Assalamu alaykum qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun almashlardan o'zlik almashni o'rganib o'tamiz. Bu chaqcha almashlarning bir qancha turlarini o'rganib o'tdik. Bugun o'rganadiganimiz o'zlik almash. Yani o'zlik almashni gollandcha wederkerend voornaamwoord, yani voornaamwoord almash, wederkerend. Yani wederkerend deganning asli ma'nosi bu so'zningki qaytib kelish degan ma'nosi bor. Endi miyada qaytib kelgan almash deb nima uchun bunda atalganini misollar bilan so'zlagan degan ham yaxshi tushunasizlar. Endi almashlarning nimaligi to'g'risida buni almashni tunji qitim almash degan darsimizni boshlaganda so'zlagan, shu buni o'zinglar shu darsni anglab tushunib olsanglar yoki buni o'qib olsanglar bo'ldi. Bugun o'rganadigan almash mush turlarning ichidan 4-inchisi wederkerend voornaamwoord. Endi bu özlük almashni o'rganishdan burun özlük fe'li degan bir atalg'uni o'rganishimiz ham intayin muhim. Bu ikkisi bir-biriga chambarchas bog'langancha. Ya'ni golland tilida bir turkum alohida fe'llar bo'lib, biz bu fe'llarni özlük fe'li, ya'ni wederkerend werkwoord deb ataymiz. Bu fe'llar jumlada ko'pincha hollarda özlük almashlar bilan birga keladi. Bu turdaki fe'llar ikki turlik bo'ladi. Birisi cho'qim o'zlik almash shart bo'lgan o'zlik fe'li deb, ya'ni bunda fe'l cho'qim o'zlik almash bilan birga keladi. Bunda fe'lni ishlatgan vaqtimizda agarda biz mos kelgan o'zlik almashni ishlatmasak, jumlamiz grammatikali qurilish jihatdan to'g'ri bo'lmay qoldi. Yana bir xil o'zlik fe'l, ya'ni o'zlik almash shart bo'lmagan o'zlik fe'l. Yani unda özlük fe'llarda özlük almashni ishlatsak mi bo'ladi, ishlatmasak mi bo'ladi, ixtiyor bizda. Bir yaxshiri bu turdagi fe'llar son jihatdan bekmi jiq emas. Shuning ham ularni yodlab o'rganib olsak bo'ladi. Ham bundan keyin fe'llarni o'rgangan vaqtimizda yana bir nuqta qatildi. Men burun sizlarga fe'llarni so'zlagan vaqtimda bir fe'lni o'rgangan vaqtimizda nimaga diqqat qilib o'rganatdik? O fe'l deganninki har xil zamon shakllari bo'ldi, har xil shaxs shakllari bo'ldi. Endi yana bir nuqta, o fe'l o'zlik fe'lmi emasmi deb mushunga ham diqqat qilib vaqti-vaqtida yana bir fe'lni so'zni o'rganganda o'rganib qolsanglar unchalik ta'sir tuyulmaydi. Men bir qancha misol, ya'ni o'zlik almash ishlatish shart bo'lgan o'zlik fe'llari, masalan, sich bemühen, yani bemühen degan birisining ishiga aralashish, gedragen, o'zining bir harakatini ifodalash degandekchi, mush fe'llar. O'zlik almash ishlatish shart bo'lmagan o'zlik fe'llari mushu. Bu faqat bir misol, hammasi mush emas. Endi undan sonra biz bir fe'lni o'rgangan vaqtda o fe'l o'zlik fe'lmi emasmi buni qanday bilamiz degan vaqtda men sizlarga hozir shu Google'dan ikki o'zlik fe'lni izlab ma'nosini keltirdim. Yana qarasanglar buni vergissen degan xatolashish degandek ma'nosi bor. O'zlik fe'llarningki latincha atalg'usi refleksiv yanamda refleks qaytadigan debchi, xuddi bir aks sada qaytadigan degandek, ya'ni o'ziga qaytadigan bir fe'l demakchi. Ya'ni o'zlik fe'l bo'lib qolgan vaqtda biz bir fe'lni mayli lug'atdan, masalan, to'g'ri lug'ati va yoki o'zimiz qo'limizda agar kitob lug'at bo'lsa, uningdan izlasak, agar o'zlik fe'li bo'lsa, cho'qim sich degan so'z birga yozildi. Sich. Endi yeniga cho'qim refleksiv werkwoord degan shu o'zlik fe'li degan gapchi. Cho'qim yozib qo'ydi. 100%. Agar bir lug'at bo'lib bunda yozmagan bo'lsa, demak u lug'at yaxshi lug'at emas degan gapchi. Shunga bir fe'lning o'zlik fe'li yoki emasligini biz mushta farqlantiramiz. Masalan, yana bir misol, sich herinneren, yana bir lug'at fondaliningki. Mana uningdan mana yenigilam refleksiv werkwoord, ya'ni sich. Sichlam qo'shilgan bo'lsa, sich deganning ma'nosi o'zi degan gapchi, amaliyotda o'zi. Ya'ni ashta inkas qaytadigan, keyniga qaytadigan fe'l, o'ziga qaytadigan fe'l demakchi, amaliyotda. Shuning u fe'lga cho'qim mushta sich degan so'zni yozib qo'ydi, meniga refleksiv werkwoordni cho'qim yozib qo'ydi.
Biz muştunga asasen, zihnin kelganligiga asasen, refleksiya bir orada yazılganlıgiga asasen, bu pil özlük pilken, men bu pilni işletken vaqtda özlük almashni qo'shib ishlatadiganman deb avtomatik holda kallamızga şu uqum şekillenishi kerak bugungi darsimizdan keyin. Endi keldik özlük almash. Bu yerda dedik, özlük pillarni ishlatganda özlük almash keldi debchu. Yani bu özlük almash cümlenin egisiga asosan bir almashni qo'shimiz. Şu cümlenin egisiga asosan pil o'zgarmaydi. Pil şu holatda keladi. Lekin biz cümlenin egisiga asosan bir almashni qo'shimiz. Yani mesela ilk bir özlük pilni ilk şekilde ifadelagan bo'lsak, o chog'da m degan ikninki özlük almash shakli m. Yani ye, ü'ning sich, hayning sich, het sich, z sich, vi, onus, yuli, ye, z sich. Buni yodlab bilishinglar kerak. Ba'zilari o'xshaydi. Masalan, biz bu m'ni başta almashlarni o'rgangan vaqtda bu ham tushum kelishdi kelgan bir almashchu. Kişilik almashdan tushum kelishdi kelgan almash. Ma onus deganmi asli egilik almashdi bizning deb. Endi qanday farqlantiramiz degan vaqtda shu bir almash, yani u yerda bir kişilik almashni da atamdi yoki egilik kelishlik almashni da atamdi degan vaqtida buni ba'zi jumlalarda farqlantirib qo'yadigan bo'lsalar, masalan, onus agarda u egilik almash shaklida kelgan bo'lsa, uning keynidan cho'qim bir ism birga keladi. Yani bizning degan ma'noda kelgan bo'lsa, bizning bir narsamiz, bizning kitobimiz, bizning bolamiz, bizning mashinamiz, bizning uyimiz debchu cho'qim keynidan bir ism keldi. Agar unda ism kelmagan bo'lsa, bu yerda hozir o'zlik almash shakliga deb tushunasizlar-chu. Mashnaga o'xshashlar. Şuna bu özlük almashlar, yani her qaysi kişilik almashlarninki mas halda keladigan özlük almashlari bu ham yodda bilishga tegishli bir nuqta. Endi masalan, misal, yani pil o'zgarmaydi degan vaqtimda faqat o'sha egiga asosan kişilik almashga mas keladigan özlük almash ishlatiladi. Masalan, sxamen degan bu bir özlük pilichu, özlük pil. Çoxum özlük almash ishlatiladigan pil. Bunun ma'nosi xijil bo'lish, numus qilish degan ma'nosi bor. Masalan, men xijil bo'ldim demoqchi bo'lsak, ik sxam m. Yani ik sxam desek bo'lmaydi. Çoxum keynida ik deganligimiz uchun ikninki özlük almash m'di. Shu mas holda ik sxam m. Yani siz xijil bo'ldingiz demoqchi bo'lsak, yay sxam tiye. Andın bu yani sili xijil bo'ldilar yoki siz ü şekilde desek ü sxamt zich. Andın barliq üçüncü şəxs birlikləri hay, zay, het, hay, sxamt zich, yani u xijil oldu. Biz xijil olduk demek olsak vay sxam ons. Sizler desek yuli sxamı ye, ü sxamt zich, zay sxamın zich. Yani şu pil o'zgarmaydi. Pil o'xshashlar ikni qanday desak shu holatda kelaveradi, lekin shu kishilik almashga asosan mas holda o'zlik almashlik keladi. Yani ishlatish shakli mushta. Miyada masalan yana bir misol. Verslapen degan uxlab qilish degan gap. Bu ham mushta o'zlik pil. Shunga masalan men uxlab qolibman demoqchi bo'lsak, ik hab verslapen desak bu to'g'ri jumla bo'lmay qoldi. Ik hab me verslapen. Eğer u uxlab qoldi demoqchi bo'lsak, hay heeft, hayning o'zlik almash nimati zich. Shunga hay heeft zich verslapen. U uxlab qoldi. Biz uxlab qolibmiz demoqchi bo'lsak, wij hebben, vayning o'zlik almash onsdi, wij hebben ons verslapen. Degandaychi mushta. En herinneren bu mem o'zlik pil. Mesela o iş sizin esingizde bormi? Je herinnert je dat toch wel. Yani miyada ikki dona ye bor. Lekin birinchi ye bu kishilik almash siz deb jumlaning egisi. Ama keyindiki ye bo'lsa, mushu yeninki o'zlik almishi. Je herinnert je dat toch wel. Yani o iş sizin esingizdedir. En inschrijven tizimga aldirish. Bu ham mushta o'zlik pil. Shunga u kunt zich hier inschrijven. Yani siz o'zingizni bu yerga tizimga oldirsangiz bo'ldi. Uyninki mas holda keladigan o'zlik almish zich bo'lg'achqa zich.
and meeslepen, yani tutup ketiş degandek ma'noda. Masalan, hij liet zich meeslepen, yani o tutup ketildi. Degandek muşta misollarchu qisqasi. Mush misollarda sizlar ko'rgandek, mushta özlük fe'llarni ishlatgan vaqtimizda shuningga mos holda keladigan özlük almashni ishlatishimiz muhim. Andan bayağı degan tuqamizmi, ba'zi özlük fe'llar ikki xil bo'ldi. Ya'ni cho'qim özlük almash shart bo'lgan özlük fe'llar, özlük almash shart bo'lmagan özlük fe'llar debchi. Men bu yerda sizlarga golland tilidagi özlük almash ishiltish shart bo'lgan, zarur bo'lgan özlük fe'llarning tizimligini keltirib qo'ydim. Shu ikki bet tizimlikdagi fe'llar shu. Mesela ben şahsen bu diyetki cih fe'llarning ba'zining ma'nosini bilmayman. Mesela on spinning, over eating. Şuna menimcha buni yodlab o'rganishning asla hojati yo'q, lekin men sizlarga misol sifatida keltirib qo'ydim. Yani aram mush ikki bet fe'l demakchi, qisqasi demakchi o'g'lim, o'zlik fe'llar. Hamda unchalik jih fe'l emas. Mush ikki bet fe'lni qo'shib kelsak, jih 60-70 chiqar. Hamda tutilish qobiliyati pek yuqori. Pek yaxshi o'rganman deydigan olsa yodlab olsanglar ixtiyor, lekin menimcha yodlashning hojati yo'q, faqat misol shaklida keltirdim. Shunga qisqasi hamda bundan keyin gapimni yig'inchoqlasam, golland tilida o'zlik fe'l deb bir fe'l bor ekan. Bu fe'llar o'zlik almashlar bilan birga keldi ekan. Biz bu fe'llarni lug'at izlab aqto'gan vaqtda sich bilan tuniydi ekanmiz. Ham keynida refleksiv rekord deb yiziqli qoldi ekan debchi. Shuning asosan ham ishda o'zlik fe'l uchrab qolib qolsa, şu özlük almashlarni ishlatib jumla tuzalaydigan bo'lsanglar, ondan jumlalarda uchratgan vaqtda, ma fe'l o'zlik fe'l ekanda, bunda qoidani o'rganyotdim debchi, farqlantira olsanglar, shu yetarlikchi. Shu bugungi grammatikadan qoidam shu. Ondan sizlarga ikki mashq ilib keldim. Mana jumlalardagi o'zlik fe'lni tip chiqsizlar. Buni o'zinglar ishlab baqsanglar bo'ldi. Mesela ben birincisini işlep versem, ma cümlede Juli vervelen je toch ook niet vaak ofwel. Yani qarab hozir ma cümle geçiyor. Eğer sizlar faqat bilmaydigan bo'lsa, yani vervelen miyadi ya kelyapti deb, ichimon paras qilishni bilsanglar bo'ldi mush darsdan keyinchi. Yani bu ya fe'lning keynida kelyapti demek, bu o'zlik almash o'xshaydi. Juli'nin özlük almışı işte yedi debçi bu sizler yad oluş gerek. Ik, mi, Juli, ye, vey, ons, hey, zich debçi. İşte yadlı bağandayken ki, ma ye ondansa ma özlük almışken ma firfeylin degen özlük bilgen de debçi. İşte peres kılsan tapalsanlar. Hazırca şu yeterlikçi. Şu ma cümlelerdeki özlük fe'llarni o'zinglar tip chiqsanglar bo'ldi. Andama ikinci məşqdə özlük fe'lga mos özlük almashlarni to'ldirish, avvalo o'zinglar bir yodlab bo'lgandan keyin to'ldirib baqsanglar bo'ldi-ku. Ik, mi, yay, ye degandek qisqasi. Shun bu topshiriqni hozir ishlamaymiz. Keyin o'zinglar darsni anglab, ya'ni qayta anglaydiganlar bo'lsa, yaxshi o'zlashtirib bo'lgandan keyin o'zinglar ishlab baqsanglar, ishlab qolganlar, mening tuzitib berishimni xohlasanglar, topshiriq to'piga va yoki men ayrim avatsanglar, men inshaalloh tuzitib beraman. Bugungi grammatika darsimiz shunchalik.